38 milliondan ziyod katta xalqmiz. Mashaqqatli va sharafli mehnatimiz bilan dunyoda hurmat topayotgan, ertangi kunga ishonch bilan dadil borayotgan matonatli va g'ururi baland millat biz. O'zgarishlarni kutib yashamaymiz, aksincha ularni o'zimiz o'z aql zakovatimiz va mas'uliyatli mehnatimiz bilan yaratamiz. Endi murojaatnomaning asosiy qismi 2026-yilda amalga oshiriladigan eng muhim 6 ta ustuvor yo'nalishdan iborat dastur haqida atroflicha to'xtalib o'tmoqchiman. Hurmatli majlis ishtirokchilari, birinchi ustuvor yo'nalish mahalla infratuzilmasini yanada yaxshilash. Ularga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirishdan iborat. Yurt obodligi avvalo mahalladan boshlanib, aynan mahalladagi yo'l, suv, elektr va transport ta'minoti, bog'cha, maktab va oilaviy polikliniklardagi shart-sharoitlarga qarab odamlar albatta islohotlarimizga baho beradi. Shu bois mahalla tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Hurmatli prezidentimiz alohida e'tiborni mahalla infratuzilmasini rivojlantirishga qaratdilar. Bu albatta har bir mahallani sharoitini yaxshilash. Mana hozirgi vaqtda pilot loyihalar amalga oshirilyapti. Bu loyihalar 33 ta tuman, 330 ta mahallani kambag'allikdan xoli hududga aylantirish, eng yaxshi sharoitlar, obod mahalla. Bu borada juda katta ishlar amalga oshirilgan va shu bilan birgalikda mana shu ishlarni endi ko'lamini kengaytirish. Har bir mahallada amalga oshirilayotgan ishlar bu birinchi navbatda obodlik, ikkinchidan yo'llar, infratuzilma loyihalari, elektr, suv, eng muhimi odamlar shu mahallada yashagandan keyin mana shu o'zgarishlarni o'zini hayotda sezishi va bu jarayonda deputatlarimiz ham ishtiroki bo'ladi. Har bir mahalla doirasida tadbirkorlikni rivojlantirish, insonlarni, odamlarni salohiyatini ishga solish borasida belgilangan chora-tadbirlar bu juda katta imkoniyat. Davlatimiz rahbari kelgusi yil dasturida har bir mahallada kamida 40 tadan loyihani amalga oshirish. Bu juda katta marra. Agar mamlakatimiz bo'yicha 9 mingdan ortiq mahalla bo'lsa, bu 360 mingta loyiha degani bu, 40 tadan loyiha. Bu 360 ming loyihani bittadan odam ishlaganda ham 360 ming, 10 tadan ishlaganda 3 milliondan ortiq fuqaroni bu doimiy bandligi daromad juda katta resurs. Aynan mana shu kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun ham muhtaram prezidentimiz 140 trilliondan ortiq mablag'lar sarflanishi haqida ham aytib o'tdilar. Bu ham buni moliyaviy manbasi ham berilgan. Ya'ni har bir mahallada tadbirkorlikni rivojlanishi, odamlarning salohiyatini ishga tushirish bo'yicha islohotlarni bir yangi bosqichga olib chiqilishi bu oldimizga qo'yilgan eng katta vazifa. Odamlarning salohiyatini ishga solib, ya'ni o'sha har bir mahalla doirasida o'zini daromadini ko'paytirish orqali mamlakatning rivojiga hissa qo'shadi. Oila farovon bo'ladi, shu bilan mamlakat ham rivojlanadi, soliqlar tushadi, qo'shimcha ish joylari ochiladi. Prezidentimiz o'sha olib borayotgan islohotlarning natijasi sifatida qarashimiz mumkinki, keyingi davrlarda har bir tashkilotga, muassasaga raqamlashtirish, sun'iy intellekt joriy qilindi. Va aynan biz mahalla infratuzilmasini yaxshilashda ham raqamlashtirish islohotini amalga oshirish, sun'iy intellektni jalb qilish borasidagi fikrlar ilgari suriladiki, aynan raqamlashtirish natijasida ma'lum bir ishchi o'rinlarni qisqarish amalga oshirish mumkin, lekin o'sha raqamlashtirish natijasidagi davlat byudjetidan ajratilgan pullarni bir jamlanishi, mablag'larni ma'lum bir ma'noda tejalishi natijasida o'sha pullarni mahallaga jalb qilishi nuqtai nazaridan fikrlarni ilgari surdiradi. Va keyingi davrlarimizning islohotlari mevasi sifatida qarashimiz mumkinki, aynan aniq bir mexanizmni joriy qilish. Prezidentimiz aynan murojaatnomasida aynan mahalla bilan bog'liq bo'lgan aniq mexanizmni ko'ra olamiz. Xususan, eko bir tizimni joriy qilinishi, ya'ni bitta hududda kompleksda joriy qilinishi kerak bo'lgan turli xil maskanlar, tashkilotlarni tashkil qilish nuqtai nazaridan va bu kompleks nuqtai nazardan biz mahallada aynan ishchi o'rnini yuksalishi bilan bog'liq bo'lgan fikrlarni ilgari surdilar va eng asosiysi har bir mahalladagi muammolar yechimi o'z joyida hal qilinishi nuqtai nazaridan fikrlarni ilgari surdilar va ikkinchi ustuvor yo'nalishimiz iqtisodiyotning texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazishdan iboratdir. Jahon miqyosida raqobat tobora kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda faqat yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqaradigan davlatlardagina dunyo bozorida
o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Shuning uchun iqtisodiyotning barcha sohalarida yuqori samaradorlikka erishish kelgusida islohotlarimizning bosh mezoni bo'lishi shart. Bizni yalpi ichki mahsulotimizni keskin oshganligi va kelgusi yilda 167 milliard dollarga yetkazish bo'yicha juda ham bir yuqori marralar olinganligi alohida qayd etib o'tildi va bir qancha yo'nalishlarda mamlakatimiz iqtisodiy ijtimoiy hayotini rivojlantirish bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdilar. Hurmatli prezidentimiz parlament oldiga bevosita biz qabul qilishimiz lozim bo'lgan va kelgusida e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan muhim qonunlarni qabul qilish zarurati haqida ham alohida to'xtalib o'tdilar. Shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz murojaatnomada mana shu iqtisodiy prognozlar, mamlakatimizda kelgusi yillarda 6.6% rivojlanishni prognoz qilinayotganligi, umuman sanoatimizni, tadbirkorlikning keskin rivojlanishini bu bevosita bizni milliy ekspertlarimiz, shu bilan birgalikda xalqaro moliya institutlari tomonidan ham faol qo'llab-quvvatlanganligini alohida e'tibor qaratib o'tdilar. Tadbirkorlarning qo'llab-quvvatlash orqali mamlakatimizda yalpi ichki mahsulotimizni keskin oshirishga, aholini ish bilan ta'minlashga, aholi farovonligini oshirishga biz erishdik. Mana biz o'sha prezidentimiz bekorga o'sha o'zlarini murojaatnomasida qayd etmadi. U joyga bo'lgan talabni oshib borayotganligi, avtomobillarga, sifatli mahsulotlarga talab oshib borayotganligi. O'zbekiston mana kelgusi yilda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kabi ulkan marralarni bekorga o'z oldimizga qo'yganimiz yo'q. Chunki biz tadbirkorlarni, umuman milliy iqtisodiyotimizni raqobatbardoshligini oshirishga erishdik. Uchinchi ustuvor yo'nalish ichki bozorda talabni rag'batlantirish masalasiga to'xtalmoqchiman. Bozorlarimizdagi to'kinlik, narx-navo barqarorligi, aholining iste'mol talabi ortib borayotgani, turmush sifatini yaxshilayotganini ko'rsatadigan eng asosiy omil shu desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Bevosita biz aytishimiz kerak, bu yo'nalishda Janubiy Koreya va bevosita Turkiya tajribalaridan foydalangan holatda dastlabki bugunlarda dastavval aholining daromadlarini oshirish orqali ularni boy qilish va aholining daromadlari ko'paygandan keyin bevosita u aholining xarid qobiliyatlarini oshishiga xizmat qilishini aytib o'tishimiz kerak. Ichki bozorda raqobatbardoshlikni oshirishda aynan o'zimizga sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, milliy brendlarni yaratib, mamlakatimiz miqyosida 12 ta viloyat, bitta avtonom respublika, Toshkent shahri, 14 ta hududiy bo'linma, qolaversa qo'shni respublikalar bilan mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish, qit'a o'rnida xalqaro iqtisodiyot, boringki dunyo hamjamiyatida ko'zga ko'rinarli brendlarni yaratish orqali global iqtisodiyotda o'z o'rnimizga ega bo'ladigan mahsulotlarni ishlab chiqish asosiy maqsad sifatida belgilab berildi. Milliy bozordagi ishlab chiqarayotgan o'zimizni brendlarni rag'batlantirish orqali o'zimizda aholi bandligini ta'minlash, bevosita inflyatsiya darajasini oziq-ovqat mahsulotlari, ko'proq birlamchi mahsulotlarga nisbatan ushlab turish va bu aholining daromadlari ko'p bo'lib, inflyatsiya darajasi kam bo'lganda, albatta bu bevosita xarid qobiliyatlarini oshishiga olib keladi va aholi daromadlarini ko'payish orqali xarid qobiliyatlarini oshirish, bu jarayonda mamlakatda olib borilayotgan bevosita fiskal, monetar va institutsional siyosatlarni uyg'unliklashtirish orqali amalga oshiriladi va uzoq muddatli davrda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aynan ichki bozorni rag'batlantirish orqali mamlakatimizda olib borilayotgan tub islohotlarni amalga oshirish natijasida barqaror va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash ham oldimizga qo'ygan iqtisodiyotdagi asosiy vazifalardan biridir. Kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish kelgusi yil uchun dasturimizning 4-ustuvor yo'nalishidir. Mutaxassislarning fikricha, bolada biror bir kasbga qiziqish 7-sinfdan boshlanib, qaysi kasbga puxta egallay olishi 9-sinfda to'liq ma'lum bo'ladi. Shu bois 9-sinf bitiruvchilarining fanlarini o'zlashtirishi va kasbiy qiziqishga qarab saralab olish tizimini joriy qilamiz. Prezidentimiz doimiy tarzda aynan kasb masalasiga juda katta urg'u berib keladilar va o'z navbatida shu o'qituvchini obro'sini oshirish, ta'lim tizimi, bularning barchasi bir-biriga chambarchas bog'liqligi alohida ta'kidlab o'tildi va aynan murojaatnomada ko'tarilgan kasbga oid bo'lgan eng muhim masalalardan biri bu birinchi navbatda aynan texnikumlar masalasi. Ya'ni bugungi kunda bilamiz, butun dunyoda o'sha zamonaviy kasblar shakllanib boryapti. O'sha ma'ruzada ta'kidlab o'tilgandek, o'sha keyingi 5 yil davomida o'sha aynan kasblarning 30% raqamlashtirilishi va 50% holatda malaka talablari yangilanishi nazarda tutilyapti. Bu esa o'sha aynan bugungi zamonaviy talablarga javob beradigan kasblarga ehtiyoj juda ham kattaligini ko'rsatadi. Aynan mazkur
holatga moslashish nuqtai nazaridan ham prezident tomonidan bir qator takliflar ilgari surildi. Ya'ni mamlakatimizda mavjud bo'lgan texnikumlarning moddiy bazasini takomillashtirish va zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash. Ya'ni o'sha har yili, ya'ni 2026-yildan boshlab har yil 100 ta o'sha texnikumlarni zamonaviy ko'rinishga olib kelish va aynan o'qitish tizimini ham zamonaviy ko'rinishga olib kelishni maqsad qilinyapti. Ya'ni shu Buyuk Britaniya, Germaniya, Shveysariya, Xitoyning ilg'or dasturlari asosida aynan mana shu texnikumlarni o'qish tizimini rivojlantirish maqsad qilinyapti. Mamlakatimizda hozirgi paytda dual ta'lim tizimi rivojlanib boryapti va bu boradagi islohotlarni yana izchil davom ettirish ham maqsad qilinyapti. Ya'ni dual ta'lim tizimini joriy qilgan korxonalarga imtiyoz berish masalasi ham alohida ta'kidlab o'tilgan. Qadrli do'stlar, ekologik muvozanatni ta'minlash, yashil energetika va suv resurslaridan oqilona foydalanish 5-ustuvor yo'nalishimizdir. Har bir hududda botanika va dendrologiya bog'lari hamda 20 tadan har bir hududda soya salqin sayr ko'chalar barpo etiladi. Endi xuddi iqtisodiyotga qanday e'tibor bersak, ekologiyaga ham shunday e'tibor berishni hayotda o'zi bizni majbur qilyapti. Kelgusi yil Samarqandda global ekologik jamg'armaning navbatdagi assambleyasi va Markaziy Osiyo xalqaro eko ko'rgazmasini o'tkazish rejalashtirilgan. Ushbu tadbirlar tarmoqlar, hududlar va biznes uchun hamkorlar topish, yangi eko loyihalarni birgalikda boshlashga katta imkoniyatlar yaratadi. 5-ustuvor yo'nalish bu ekologik muvozanatni ta'minlash, yashil energetika va suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasi bo'ldi. Bunda ekologiya, ayniqsa suv masalalariga alohida e'tibor qaratilgani juda muhim va dolzarb deb hisoblayman. Bugungi kunda suv tanqisligi, iqlim o'zgarishi nafaqat milliy, balki global muammoga aylanib borayotganligi bir paytda davlat rahbari bu masalani strategik darajaga ko'tarishi kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatimizni yanada oshiradi. Mamlakatimiz so'nggi yillarda suv tanqisligi, qurg'oqchilikning turli darajadagi sinovlarini boshdan kechirmoqda. Bu holat ayniqsa Amudaryoning quyi havzasida joylashgan hududlarda yaqqol sezilmoqda. Shu bois suv resurslarini muhofaza qilish, suvni adolatli taqsimlash bo'yicha konstitutsiyamiz darajasida talablarni kuchaytirish taklifi bu zamon talabi deb o'ylayman. Amudaryo o'zanida yangi kanal qurilishi masalasida qo'shni Afg'oniston hamda xalqaro hamjamiyat bilan ochiq, konstruktiv muloqot olib borish tashabbusining kiritilishi bu mintaqada barqarorlik, o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi. Hurmatli prezidentimiz suv xo'jaligi tizimini isloh qilish kechiktirib bo'lmas vazifa ekanligini ta'kidlab o'tdi. Shuning uchun suv hisobini raqamlashtirish, 13 mingga yaqin suv obyektini zamonaviy tizimga o'tkazish, nasos stansiyalarini davlat xususiy sherikchilik asosida modernizatsiya qilish, bularning barchasi suv yo'qotishlarini kamaytirishga, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan aniq choralar deb bilaman. Albatta, tabiatni asrash, suvni tejash va oqilona foydalanish, yer unumdorligini saqlash har birimizning fuqarolik burchimizga aylanmog'i lozim. 6-yo'nalishimiz bo'lgan zamonaviy davlat boshqaruvi va adolatli sud huquq tizimi borasida islohotlarimizni davom ettiramiz. Avvalo 2026-yildan boshlab elektron hukumat platformasi tubdan yangilanadi. Har qanday davlat qachon yaxshi ishlaydi? Qachonki unda bevosita xalq bilan o'rtasida, davlat o'rtasidagi bog'liqlik mukammal bo'lsa. Albatta, mukammallikning chegarasi yo'q va shu jihatdan har qanday bir davlat birinchi asosiy masalani aynan xuddi shu masalalarga urg'u qaratadi. Davlat mexanizmlari ishlashi nimalardan iborat? Tabiiyki bu bir tomondan qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud huquq organlarining bevosita o'zaro faoliyatini mutanosiblig'i va bu masalalarni bevosita xalqni davlat bilan o'zaro bevosita bog'liqlik darajasini ifoda etib berishda namoyon bo'ladi. Xo'p, agar e'tibor bergan bo'lsak, shu o'tgan so'nggi yillarda alohida bir e'tibor davlatda boshqaruv tizimini raqamlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Bevosita mana shu elektron pasportlarning joriy etilishi yoki elektron haydovchilik guvohnomalari yoki o'sha mahallalarda bevosita murojaatlar, xalq bilan murojaat masalalarida asosiy masala bevosita aynan shu davlat xizmatlari muassasalariga murojaat qilinadi va bu qaysi muddatda juda ham qisqa muddatlarda o'z ifodasini, yechimini topayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, davlatimiz rahbari alohida masalalarga e'tibor qaratdiki, bu sud huquq sohalarini rivojlantirish bo'yicha. Bu sohaga ham bevosita aynan raqamlashtirish jarayonini tatbiq etish va uni bevosita sud tizimida ham qaysi ma'noda samarali ishlashini yo'lga qo'yish va bevosita bu orqali inson omilini cheklash, qisqartirish, kamaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Va mana endi e'tibor
molik yana bir jihati shundan iboratki, bevosita xolis insonlarni ham bu jarayonga jalb etish. Biz juda ham yaxshi bilamizki, o'ziga xos bir xolis insonlar bo'ladi. Ular sud bilan o'sha kechayotgan jarayonlarni kuzatib boradilar va oxirgi so'zni aynan xuddi shu xolis insonlar nima qilishadi, fikrini bildirishadi. Va bu ham qaysi ma'noda sudda qaror chiqarilishida o'ziga xos bir muhim obyektivlikni ta'minlab beradi. Deputatlar o'z okrugdagi muammolarni hal etish uchun 500 milliard so'm beryapmiz. Bu borada yashil hudud, yashil bog' yaratish bo'yicha har bir deputatning tashabbusiga qo'shimcha 330 million so'mdan alohida yo'naltiramiz. Murojaatnomada deputatlarga ham juda bir katta vazifa bilan yuklanish bilan birgalikda bir qator vakolatlar ham berildi. Bu albatta bizni xursand qildi va shu bilan birgalikda mas'uliyatimizni yana bir karra oshirdi. Chunki har ikki tashabbusning birida deputatlarimizga ishonaman. Men deputatlarimizdan shu narsani alohida bir nazoratga olishlarini xohlayman degan bir gaplar aytildi va men o'sha majlisda o'tira turibman va hozirgacha ham bir narsa aylanyapti xayolimda. Bu ya'ni biz o'zgarishlarni kutib yashamaymiz, o'zgarishlarni o'zimiz yaratamiz degan bir gaplar bo'ldi. Chunki albatta uzoq yillardan beri aytadilar, bizni davlatimizni hech kim kelib chetdan o'zgartirib bermaydi. Har bitta islohot o'zimizdan chiqishi kerak. O'zimizdan chiqqan islohot o'zimiz uchun asqotadi va buni tagida chuqur ma'no bor deydilar va shu uchun ham endi o'zgarishlarni kutib yashash emas, har bitta fuqaro mana shu o'zgarishlarga asos bo'ladigan takliflarni berishi, ularni rivojlantirish uchun o'zining hissasini qo'shishi va faol bo'lishi mana shu bir shiorni ostida bor va nafaqat deputatlar, nafaqat bugungi murojaatnomada ishtirok etgan faollar, partiyalar, balki butun xalqimiz uchun bu murojaatnoma jipslashishga, birlashishga, har bitta islohotni birga amalga oshirishga va hayotimizni o'zgartirish uchun birga harakat qilishga undadi deb o'ylayman. 38 millionli el yurtimizni birlashtiradigan ulug' bir g'oya bor. U ham bo'lsa vatan manfaati, xalqimiz manfaatidir. Bir bo'lsak, yagona xalq, yagona millat bo'lib harakat qilsak, ko'zlagan o'lkan maqsadlarga albatta yetamiz. Men bu yo'lda mard va olijanob xalqimizga ishonaman. Aziz yoshlarimga ishonaman. yilni yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilishni taklif qilaman. Oilaviy baxt, saodat, sharafli faoliyatingizda yutuq va omadlar tilayman. Ilohim yangi yilimiz barakotli kelsin. Jonajon vatanimiz hamisha obod, farovon bo'lib, ilohim mana shunday islohotlarimizga, tinchligimizga ko'z tegmasin. Sog' omon bo'lingiz. Siyosiy manfaat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring.